Assalomu alaykum do'stlar, barchaga. Do'stlar, sizlarga bugun internetda osongina pul ishlash mumkin bo'lgan 3 ta saytni ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana shu 3 ta sayt bo'ladi do'stlar. Videoni boshlashimizdan oldin do'stlar, ozgina pauza qilib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Deysiz-ku, keyingi videolarimiz shunga qarab yuqori sifatli va yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam, bunday vaqtni cho'zmasdan boshlaymiz. Agar do'stlar mana shu silkalarni qayerdan olamiz desalar, video tagida описаниyadan yokida Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanalimizni video davomida ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchisi bu hamma bilgan Dogecoin sayti do'stlar. Bu sayt do'stlar 2020-yildan buyon ishlab kelyapti. Xo'p, mana kirib oladigan bo'lsak, sizlarda ro'yxatdan o'tish chiqadi. Ro'yxatdan o'tishni bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishlarni ham ko'rsatib beraman. Qaranglar do'stlar, bu ro'yxatdan o'tib bo'lganlaringizdan keyin mana shunaqa stransiya chiqasizlarda. Bunda har soatda kirasizlar va mana buni bosib, rekapcha deganni topasizlar. Xo'p. Mana bunga o'tkazasizlar va ozgina kutamiz do'stlar. Xo'p, mana ozgina kutganlaringizdan keyin mana shunaqa joy ochiladi va claim tugmasini bosasizlar, yuqoriga qarab turinglar, o'zgaradi. Mana bizaga berdi, mana 1.01 butun qanchadir bo'ldi mana. Xo'p, buni narxlariga qiziqadigan bo'lsanglar do'stlar, Telegram kanalimizda bo'ladi, narxlari tashab boriladi. Xo'p, hozir ko'rsatib o'taman, bittasini narxi qancha ekanligini. Endi buni bunda har soatda kirib shunaqa olib borasizlar va mana bu manakiga o'xshagan mana urellarni ko'tarib borsanglar bo'ladi. Buni qanaqa ko'taramiz do'stlar, qaranglar. Agar sizlar mana bu diamond bo'limiga keladigan bo'lsanglar, har bosganlaringizda 1.5 tadan beradi. Bu degani do'stlar, 1.5 tasi hozirgi pulga hisoblasak, pashti 4.000 yoki 5.000 so'mni tashkil qiladi bittasining narxi. Xo'p, buni qanaqa ko'taramiz? Mana bu joyda sizlarga mana shuni to'ldirish beriladi. Mana silverdan goldga o'tkazish uchun men 10.000 ta оборот qilgan bo'lishim kerak. Hozir menda 2.000 ta оборот bo'lgan. Mana. Xo'p, buni to'xtatib qo'ydim. Endi qaytadan boshlaymiz. Xo'p, buning uchun mana games bo'limiga o'tamiz. Xo'p, games bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana har xil o'yinlar chiqadi. Xo'p, bundan eng yaxshilari mana bu keyin mana bu do'stlar, bu o'yinlar. Mana bu ikkitasi yaqinda qo'shilgan. Xo'p, kelinglar shuni ko'ramiz qanaqa ekan. Xo'p, bu yerdan raqam tanlaymiz yoki katta kichikka qarab bosib o'tiramiz. Xo'p, bu yerdan biz kelinglar 6 ni bosamiz va 20 mana pastida ko'tarishlaringiz mumkin. Mana tushirib ko'tarib borishlaringiz mumkin va mana bu bosadigan bo'lsak, bizaga 11 chiqdi. Yo'q, ketdi. Mana shu pastda hisoblab boradi. Mana ketdi. Xo'p, yana bitta bosadigan bo'lsak. Xo'p. Uzr do'stlar, telefon kelib qoldi. Xo'p, yana bosadigan bo'lsak, bu yerda tanlaydi avtomatik. Xo'p. 9 chiqdi. Yo'q, bunda ham ketdi. Endi biz nima qilamiz? Mana uni ko'taramiz va kichikka bosib ko'ramiz. Xo'p. 9 chiqdi. Mana bizaga 1.94 koeffitsiyentga ko'tarib berdi mana do'stlar. Xo'p, mana shunaqa qilib o'ynasalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi agar kimdakan depozit qilmoqchi bo'lsa do'stlar, depozit bo'limini bosadi va bu yerdan mana shu linkni kopirovat qilib oladi va shu linkka Dogecoin yuboradi. Buni albatta video qilib chiqaraman do'stlar. Batafsil keyingi videolarda bilib olishingiz mumkin. Xullas, hozir birinchisi bu. Endi ikkinchisiga o'tamiz do'stlar. Ikkinchisi Trompik sayti do'stlar. Xo'p, bu ham xuddi mana shunaqa, mana. Bu bir xil hammasi.
Xo'p, mana hammasi bir xilda do'stlar. Bunda bronza levelda turibmiz. Bunda mana olmosga keladigan bo'lsak, mana 5 tadan beradi do'stlar. Har soatda 5 tadan beradi. Xo'p. Mana bosadigan bo'lsak, mana 1001 mana ko'tarildi. Xo'p. Bunda ham shu. Mana bunda ham bor bu o'yinlar. Bunda ham shu xuddi shunaqa ko'tarishlari mumkin. Xo'p, bir narsani aytib o'tay do'stlar. Mana shu saytlardan, men ko'rsatgan saytlarimdan kimda-kim mani silkam orqali ro'yxatga o'tadigan bo'lsa, rozigrish qo'yaman do'stlar. Rozigrish. Xo'p, mana bu yerdan anketalar bo'limidan ko'rib olish mumkin. Mana masalan men hozir mana filiallar bo'limidan ko'rib olishim mumkin. Pastda menda qancha referal borligini, mana hozir menda bitta referal bor. Mana shu referallarim orasidan tanlab o'shanga 10 tadan tashlab beraman. Hozir buni narxi 3,5 ming so'm bittasining narxi. Buni narxlarini bilishga qiziqqanlar uchun Telegram kanalimizni kommentariyada qo'yaman yoki opisiyaniyada tagida turadi do'stlar. Xo'p. Mana shundan 10 tadan tashlab beraman do'stlar. Har bittasiga bittasida yutadi odam. Masalan, mana shunda yutsanglar, bu o'yinda yutsanglar, uchalasiga ham 10 tadan tashlab beriladi do'stlar. Xo'p, bo'lmasam bunisiga 10 tadan tashlab bermaydi. Mana bu ikkalasiga 10 tadan tashlab beriladi do'stlar. Bu nimaga desanglar, mana bu vobshem qimmat narsa. Uchinchisi XRP. Buni bilgan kriptovalyutani tushungan odam yaxshi biladi. Hozir bittasining narxi 30 minggacha, bittasi 30 ming narxi. Xo'p, buni ham bosadigan bo'lsak, mana bu yerda bizga xo'p, buni ham bosadigan bo'lsak ketdi. Buni bitta obnovleniya beraveramiz. Sonda ko'paydi. Xo'p, bunda hozir birinchi levelda turibmiz do'stlar. Bunda ham ko'tarib boraverasizlar. Eng oxirida masterga yetib kelsalar 5 tadan beradi. 5 tasining narxi hozir 30 dan bo'lganda 150 ming bo'ladi do'stlar. 150 ming. Mana shunaqa ko'tarib borasizlar. Hammasi bir xil. Mana bu yerda ham bir xil. Kimda-kim agar depozit qilmoqchi bo'lsa do'stlar, menga yozsanglar, o'zim depozit qilishda yordam beraman do'stlar. Va xuddi boyaga aytganimdek, agarda mana shu referallarim orqali ro'yxatga o'tadigan bo'lsanglar, rozigrish tugagandan keyin o'zim tanlab olaman. Masalan, qo'limga to'g'ri kelgan tanlayman bitta odamni va bundan tashqari uchalasiga ham 10 tadan beriladi. Faqat mana shunga bitta tashlab beriladi do'stlar. Hisobiga mana shu joyga bitta tashlab beriladi. Bitta XRP tashlab beriladi. Qolganiga 10 tadan tashlab beriladi do'stlar. Telegram kanalimizga keladigan bo'lsak, Telegram kanalimiz mana shu bo'ladi do'stlar. Bemalol mana hamma videolar, rozigrishlar hammasi do'stlar shu kanalda ko'rsatib boriladi do'stlar. Xo'p, bizning YouTube kanalimiz onlayn daromad kanali. Mana 1200 ta obunachisi bor do'stlar. Videolarimizni ko'rib borishlaringiz mumkin. Xo'p, bunda sizlarga kerak bo'lgan foydali videolar qo'yib boriladi do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha